Assalomu alaykum. Tangirtaq Uyg'urcha to'rdagi qadrli tordoshlar, aman turibsizlar. Sizlar bilan Davr yoshlari programmasi orqali yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men program riyosatchisi Guzanur Osman. Sevimli do'stlar, biz Davr yoshlari programmasi orqali nurg'un do'stlarimizniki hikoyalariga birlikda ham nafas top keldik. Xo'sh, biz bugungi programmamizga alohida bir do'stimizni taklif qildik. Undaq bo'lsa yiqitimiz ekranimizda bo'lsin. Sevimli do'stlar, bugungi san Davr yoshlari programmamizga taklif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, bu yoqda o'tirgan hammamizning yaxshi ko'rishiga erishib kelayotgan, hurmatiga erishgan ataqliq san'atchimiz Habibullah Mulla akam shundaqla Abay akamiz bo'ldi. Assalomu alaykum Habibullah aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Aldi bilan sizniki mush davr yoshlari programmamiz orqali ekran oldidagi do'stlar bilan yuz ko'rishganligingizda intayin xushal bo'ldim. Rahmat sizga. Rahmat. Sizmi aldi bilan mush ekran oldidagi tordoshlarga salomingizni bir yo'llab o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Tangirtaq Uyg'ur to'rdagi barliq aziz tordoshlar, yaxshimisizlar? Men oldi bilan barliq aziz tordoshlarning teniga salomatlik, turmushlariga xotirjamlik, xizmatlariga futuq tilayman. Rahmat. Malla emas mush ekran oldidagi tordoshlarimiz sizni Abay deb tanıydı. Nimish sizning ismingiz Habibullah turib Abay deb atilib qolgansiz aka? Endi bu bizning cho'ng'igan muhit bilan zish munosabatlik. Men G'uljida cho'ng'igan, G'uljining Qo'rg'as noyisida. Shuydingda. Bizning bu G'uljida odatda shu ism qisqartirgan bunda bir yomon bir illat bor. Masalan, Yor Muhammad bo'lsa Yari, Abdukerim bo'lsa Kerim, Abduvali bo'lsa Vali degandek bizda ism qisqartish ishi. Shu bu mening Habibullah degan ismim Abayga aylanib qoldi. Hozir ba'zilar Abay deyish xo'sh yoqmaydi. Ha deb qo'yganlar va ishlarga qarayman emasmi? Shuningda shu muhit bilan men Abay desa deb yuraveribdim. Keyin bu ismning intayin o'z ismning muhimligini his qilgan ekan, o'zimning bu Habibullah degan ismimni qaytarib akilish uchun hozir har qaysi masalan mustaq sizlardek ziyorat qilgan mas'ul turbatlar bo'lsin, televiziya stanlari bo'lsin, mujlarga o'zimniki haqiqiy ismimning Habibullah ekanligini deb o'tyapman. Endi Abay deb chaqirishim qarshi fikrim yo'q. Lekin Habibullah deb ismim chaqirsa xo'sh bo'lamanda. O'zimning ismini chaqirishni hozir umid qildigan bo'lib qoldim endi. Xo'sh, unda Husman Habibullah aka deb chaqiray. Habibullah aka haqiqatan mushu yaqinqi bir necha yildan buyon mayli, sizniki naqshlaringiz bo'lsin, mayli aytgan yumor latif chaqchaqlaringiz bo'lsin, xalqimizni aytib yaxshi ko'rdik. Unda bo'lsa, mushu hammadan bakrak mushu alayliklaringiz, mushu jihatki ortiqchiliklaringiz ichida bakrak mushu taqtuqqa jihatda bakrak mushu xalqimizniki diqqatini, e'tiborini qo'zg'avyapsiz. Unda bo'lsa, mush taqtuqni, mush sahnaga chiqishni qanday o'ylab qolgansiz? Bu taqtuqqa men G'ulja boya deb o'tib ketgandek G'ulja Qo'rg'as noyisida tug'ilgan. Men tug'ilib aqlim kelsam, mening tog'am, opamning inisi ismi Abdurashid, laqabim ismi familiyasi Muhammad. Abdurashid Muhammad deb shu tog'am taqtuqiga qilar ekan. Men kichigimdan buning gapini anglab cho'ng bo'lib, bir xil qiziq tuyulib, menga do'rab uya biyaladi deb, og'inlarimga deb, so'rinladi deb axiri shu qurbayatlik san'at kechiligiga chiqish purishdi bo'lib, shu qurbayatlik san'at kechiligi deyish orqali 2008-yil qurbayat san'at kechiligida bu taqtuqni sahnaga elib chiqqandan keyin bu butun Shinjongda ta'sir qo'zg'ab, hozir shu Abay taqtuqa degan laqabni chiroyli singib qoldi. Amaliyotda bu taqtuqningki ijodiyatchisi taqtuq so'zlaydigan shu mening shu Qo'rg'as noyisida hozirmi hayot opamning inisi Abdurashid Muhammad. Shu tog'amdan o'ginib men sahnaga elib chiqdim. Deymizmi, mushu taqtuqqa mushu san'atimizga qo'shilgan yangi bir tur bo'lib qoldi. Albatta bu yangi turni nurg'un do'stlarimiz aytib yaxshi ko'rdik. Unaqa Habibullah aka, albatta mushu san'at jihatdagi alohidliklaringiz bilan, o'zgacha xosliklaringiz bilan nayti qo'llashlarga, hurmatlarga sazovor bo'ldingiz. Undaqda nurg'un turdoshlarimuz bakrak qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Siz qaysi o'makning odamdirsiz degan bir masalaga. Burun kelgan men burun shu Urumchida o'tir texnikum o'qib, keyin xizmatga Abnum rayonlik o'rmon nazoratiga o'zim tizim qoldirishga bir bodordan kelgandan keyin tizim qoldirib, meni yog'och material to'sh shirkatiga bo'ldi. Bu yerda 8-9 yil xizmat qilib, idoraninki vayron bo'lish sababidan idora ishdan qoldirildik. İşten kaldırılgandan keyin
hem nima ish qilaman deb buni kichigimdan men gitar chalib naqsh etishni kichigimdan naqsh etishni yaxshi ko'rardim. Keyin o'qishga kelgandan keyin gitar chalishni o'rganib 2000-yili shu bizning Umarjon Olim aka shu G'ulji shahrida bir Chimbuloq degan bir hem tamaq yap o'tag'ini bo'lgan, hem bir ko'ngil ochqini bo'lgan shu muzikalik bir ya'ni ochgandan keyin bu yerga meni taklif qilib opadik. Bu yerda faqat mening vazifam gitar chalib naqsh etish. Kunda bir 3 naqsh etaman. Kishilarning shu gitar chalib naqshlarim kishilarni yoqtirib anglishiga sazovor bo'ldi. Onun kendin asla G'uljida, G'ulji shahar qarashliq, bevosita qarashliq 800 naqsh musobaqasi bo'lganda naqsh etish orqali birinchi darajalik naqsh mukofotiga erishdim G'uljida. Keyin shuning bilan bu bir etotni o'ynab baqib, men og'inlarim birga o'ynash to'xtagaday bay bo'ldi degan bir etotga meni majbur chiqardi. Amaliyot undan burun etot ko'ratdim, yaxshi ko'ratdim, lekin etotga chiqishimni o'ylab baqmagan. Shu bir rolni olgandan keyin o'zim qanday chiqqanligimni uqmayman, boshqa shu hamma xalqningki nihoyat qizg'in qarshi erishib qo'shimcha bir rolda. Voy buning ma'noda alaylikki baka degan bilan shuni cho'ng meshrablar bo'lsin, G'uljidagi Navro'z faoliyatlari, shunday faoliyatlarga qatnashib itotchiga aylanib qoldim. Mening naqsh etib gitar chala oladiganimni xalq uqmaydi. Shu yaqinqi yillarda men nima qila olaman deb savrdan imom bilan ikkala o'ynagan bir itotda shu gitar chalib azroq naqsh etish orqali o'zimning gitarni chalib naqsh eta oladiganligimni kan xalqimizga bildi. Aslida ekan deb undan keyin bir necha qitim opera teatridagi bizniki Abdurahim Rahman, Shuhrat Abduvali, onun keyindan Anvar Abdulaziz qatorliqlar bilan hamkorlashib o'ynagan etotlarda gitarni sahnaga bevosita elib chiqib, hozir kishilarning gitar chalib naqsh eta oladiganligimni asosan bildi. Hozir shu ishdan qoldirilgandan keyin men bir xizmat o'rniga kirib xizmat qilmadim. Men o'z oldimga hamda shu san'at bilan shug'ullanish, uning kendim boshqa tijorat ishlari bilan degandek hamda hozir san'atni asos qilib, san'at bilan mesela opera teatrida bo'lsa taklif qilib ishiltidi, birga ishlab, ash bolalardan, kasbiy bolalardan bu san'atga bo'lgan ba'zi nazariy bilimlarni o'rgandik. Ularning yetaklash usullari masalan Jurat Voyitning rejissyorligida bir qancha etotlarni o'ynab nihoyat muvaffaqiyatli chiqdi. Hamda u yerda haqiqiy bu kasb degandan nimaligini uqdik. Bundan burun men bu san'at kasbiy san'at maktablarida o'qimagan, o'zimning tushunchim bilan chiqib yurdim. Hozirmi mening muqim xizmat o'rnim yo'q. Lekin muqim xizmat o'rnim bo'lmagan bilan mush xalqimga mayli opera teatridagi bolalar bilan hamkorlashib etot o'ynash bo'lsin, mayli sirtdagi bolalar bilan o'ynash bo'lsin, o'ynash orqali yanada biz xalqimizga bir ma'naviy oziq berish fursati har tarafdan bo'lyapti. Men shuniga cheksiz shukr qilyapman. Biz məmintayin bundan keyinki ishlaringizning texnik ro'naq tepishini umid qilamiz. Undan xo's boyitidan o'zingizniki qisqagina xizmat jarayonini azroq bir so'zlab berdingiz-ku. Endi boyi panzavda ishildim dedingiz-ku endi. Men qarab baqsam sizniki nurg'un taqi-tuqularingiz shu fanni tilishga munosabatli. Undan xo's shu xizmat jaratdagi shu uchirgan kichikgina bir qiyinchiligingiz shu taqi-tuquniki eng bosh temisi bo'lib qoldi desak bo'ldi ekanda hamsa aka. Yog'och material to'sh shirkatida ishildim dedim. Bu yog'och meniki shu ishni yog'och panzavtidan boshlashimga, chunki men bu yog'och material shirkatida ishlash orqali bu yog'och bilan lapilishib, bu yog'ochlarga fanlarga bo'lgan mehrimning intayin kuchlikligini his qilib, shuning bilan bu ishni u panzavt qapasam tilmayman deydi, bu panzavt qapasam tilmayman deydi. Zot nima deysiz? Desem siz bu chelakni tuyilgan chaqda oqmaydi dedingiz, bu chelak yana yiqyapti-ku. De, buni bizga deb beramiz. San'at emak ko'rib demamsiz. Bir atal tavuzlik hamda ham chiqib qolmamda. Sen muzeyni zamab qilib bunda bo'lsa. Deb shuni uyaga apasaq u yerga nima keldingiz deb Mustafa Paxsatqin kelgan. Sen uyingizda ko'mak yo'qmi de? Deb chiqarib samanni tushirib, beliqning pulini amma cho'nglab atni anda jugag'ini men ko'rib baqmabdim degendek, bunda taqib tuqadan qampiti gapni qilib chiqishib turib qoldi. Oxirini yana shu fanni oxir bir yer tilibdi deb tugatdik-da buni. Sizni har vaqt shu kulki orqali o'zingizni xushal qilish bilan birga yana nurg'un do'stlarimizni, xalqimizni kuldirdingiz, xalqimizga xushallik ato qilib keldingiz. Nurg'un do'stlarimiz shaxsan menmi shuni bilgim kelyapti. Balkim sizniki shunday xushal o'tgan vaqtlaringizni sirt yana balkim o'zingizni azroq bir ko'ngilsiz o'tgan vaqtlaringiz bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayapman. Shunday ko'ngilsiz vaqtlaringiz bo'lamdi aka sizdan? Albatta bo'ldi. Odam bo'lgan ekan bir umr xushallik ilkida bir umr bir xil
ritmda yaşagan kişiler to'la odamlar qarab mushlarni xafalik bo'lami degan bir xil ideya bu. Amaliyat inson bo'lgan ekan, xo'shallik bilan xafalik bilmag'dichu. Bu xo'shallik bor yerda xafalik bor. Bizning ustimizda nurg'ilgan hamda shunday ko'ngilsizlik ishlar bo'ladi. Bu ko'ngilsizlik ishlarni endi majburiy holatda amal bor, yaxshi tarafiga o'rib chandurmaychi. Bizlarning yaxshi tarafi ko'ngilsizlik va xo'shallik va ko'ngilsizlik va degan o'zimiz tasalli berib turib, nurg'un ko'ngilsizliklarni o'tkazyaptik hamda. Buni hamda manda bo'lgan, anda bo'lgan deb maxsus deb o'ta jugunim bo'lmaydi hamda sirtim. Har xil hamda oila bo'ldi ekan, oilada turmush deganda shunday so'roqchilik bo'ldi. Hamda bu yerda yana muhim bir qaytib qo'ygan narsam hamda mana hozir qoldim ki mening ayolimman. Ayolim ikki qizimning opasi bo'ldi. Uni uyda shu ikki qizim undan qarag'liq. Lekin meniki mush xizmatimning asosiy sirtda. To'liq o'yin qo'yib sirtga chiqamiz. Shu ayolim shu ikki bolaga yaxshi qarab, uyda mana shunday sharoitni yaratib bermasa, menga bu hozirgidek yaxshi natijalar qo'lga kelmagan bo'ladi. Shunga shu bugungi shu ziyoratdan foydalanib, shu bolalarimningki onasiga hem balalarımga meni qo'llagan rahmat aytaman. Hem meni beqib cho'qqan ota-onam, ularga uzun ömür anam gerçi hozir hayot bo'lmasmi, dadamning salomatligini uzun bo'lishini tilayman. Ayolimning mangu meni qo'llab quvvatlab, meni texma bizning xalqimizga zo'r estetik ozuq, yaxshi ma'naviy ozuqlarni ato qilishimga yordam berishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat, men bu munosabat bilan oilangizdagi barliq qizingizga, ayolingizga shundaqla barliq urug' tuqqanlaringizni teniga salomatlik tilayman. Salomat bo'linglar azizlar, qarindoshlar. Xo'sh, Abay aka, sizniki boyaq gaplaringizni anglagandan keyin men shaxsan bir noiti cho'nqur bir saboq ega bo'lgandek bo'ldim. Ya'ni shu qayg'uni kuchga, xushallikqa aylantirish jarayoni haqiqatan bir muhim bir mazmunga deb o'ylab qoldim. Rahmat, shunday yaxshi saboqni menga shundaqla ekran oldidagi to'rdoshlarimizga berganingizga ko'pdan ko'p tashakkur aytaman. Unaqos Abay aka, shunday kun bo'ldi, bir haftaga yaqin vaqt bo'lib qoldi. Biz shu tuvanga tushib, ammasiga to'r madaniyat bayramidagi shu nodir mazmunlarni shundaqla to'r madaniyatini keng xalq ammasiga yetkazish faoliyati bilan birga yurgili bir haftadek vaqt bo'lib qoldi. Shu jarayonda sizniki shu kasbingizni intayin yaxshi ko'rganligingizni his qilib qoldim. Unaqos kasbga bo'lgan muhabbatingiz zodi qayerdan kelgan? Shuni baqim keldi. Endi bu kasb bo'lgan muhabbat qayerdan kelgan desangiz, men ham tug'ilib aqlim kelsam, mening ona taraf opamning oblizda bir inisi var. O inisimi hozir Şinjan'da Uyg'urcha skript chilishda Saydullam kam rahmatli tugab ketganlikda shu obliz akam tag'am birinchi o'rinda turdi. Bu obliz degan boya men gapini qilib ketgan Rashid kamning keyin inisi bo'ldi, opamning inilari. Dada tarafdan meniki shu dadamning dadasining akasi bularmi nayt san'atkor oiladan. Bo'lgandan keyin biz tug'ilganda tabiiyla bizda bir san'atga qiziqilgan tabiiy badanda shu san'atkorlik bir hissiyat tabiiy shakllandikanda har tarafdan mustaq san'atkor bo'lgandan keyin shuni bilan biz kichigimizda bu san'atga ishtiyoq bog'lab, men bu kichigimizda u gitar yo'q chaqilib süpürgelerni çilip, sınıfta partilarni çilip, naqsha etib, o'sha qilardik. Maktablarda mushta faoliyatlarga, mutlaq san'at kurjiklarga nayt aktiv qatnashdik. Chiqib maktabdan tortib, o'quvchilik boshlang'ichdan tortib naqsha etish, men olgan natijalarim birinchi ulash, birinchi maktab Urumchi kelganda Urumchi o'qiyotgan chaqdim birinchi darajalik olgan mukofotlarim naqsha etishda. Keyin shundan bir gitar chalishni yetildik. Uning keyin men qiziqchilik do'rash orqali hozir menamda hozir bir san'atkor bo'lib qoldik hamda xalqning nazarida. Bundan endi maqsad xalqimiz uchun yaxshi nodir bo'lgan narsalarni, texnik yengilgan narsalarni elib chiqib, xalqimiz uchun xizmat qila oladigan bir sharoit bo'lsa, biz qanchalik badal to'lashga rozi. Rahmat aka. Demak, shu har bir kasbga, har bir ishni qilgan vaqtda o'ziniki chin ko'ngildan yurgidan chiqarib muhabbat bog'lagan vaqtda uniki unumini boshqacha yaxshi unum berganligini his qilib oldik. Una xos aka, baytidan nurg'un to'rdoshlar anglab o'tdi ziyoratimiz jarayonida. Sizniki shu etot, yumor, latif chaqchaqlardan boshqa yana bakrak alayda o'rin turadigan yana sizning naqshingiz. To'g'ri. Baka, unda xolsa.
Ona olsa bugünkü fürsətdə mənim naxşanız naq meydanda bək anlığım gəldi mənim ekrandakı tordaşlarım anlığınız bə əlbəttə. Ona olsa naq meydanda bir naxşanızı anlap etəmdik. Buldu. Ondan olsa al bilen mana şu bir tordaşlar bilen bir nakşı etiş fursatını bergen şu bizning Tağırtaq tordaki barliq işçi xizmatchilarga rahmat, sizga rahmat. Men hozir ayrilish degan naqshni aytib bering. Marhamat. Xo'sh. Tolgan keçelerde mengüge iyisimdin çıkmaz keçeler bu süygü zikrige tolgan keçelerde mengüge iyisimdin çıkmaz keçeler rahimsiz şümpelek ayrıdı bizni aman ayrılış her bir dertten yana yaman ayrılış ayrılış aman ayrılış her bir dertten yana yaman ayrılık uzundun seninsiz öttü külleri geceler ay yıldız oldu sır dişi uzundun seninsiz öttü külleri geceler ay yıldız oldu sır dişi şundan beri esrette biter günlerim ayrılış aman ayrılık her bir dertten yana yaman ayrılık ayrılış aman ayrılık her bir dertten yana yaman ayrılık her bir dertten yana yaman ayrılık
Rahmat Habibullah aka, bugun shu davr yoshlar programmamiz orqali siz bilan ait ahamiyatli bo'lgan minutlarni birlikda o'tkazdik. Oxirida sizningki teningizga salomatlik, oilangizga baxt tilaymiz. Oxirida yana bir qitim bosgan har bir qadamlaringizga barakat tilaymiz. Teningiz texim salomat bo'lsin aka. Rahmat. Sizlarga bugun men shunday Tangirtaq Uyg'ur to'riniki to'rdoshlar bilan o'rtoqlashish fursatini berganligiga ham sizlarning mishada javob chekib ishlayotgan shu Tangirtaq to'ridagi barliq ishchi xizmatchilarning teniga salomatlik, turmushlariga xotirjamlik, xizmatlariga texim utuq tilayman. Sevgisiga to'lgan kechalarda mengüge esimden çıkmaz kechalar. Bu süygü zikriga to'lgan kechalarda mengüge esimden çıkmaz kechalar.